Ubaydulloh ibn Abu Bakraning otasi o'g'liga nasihat qildilar. U kishi Sijistonda qozilik qilib turgan paytida, ya'ni xalqni ustida qozi bo'lib xizmat qilib turgan vaqtida o'g'liga nasihat qildilar. Ey o'g'lim, agar odamlarning orasida hukm qilayotgan bo'lsang, hech qachon o'zingni shaxsiy g'azabing, jahling yoki ularga nisbatan bo'lgan adovating, yoqmasligi ularni ko'rinishi, turishi, boshqa holatlari bilan hukm qilmagan. Chunki men Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. Ikki odamning orasini hukm qilayotgan vaqtida g'azab bilan hukm chiqarmang. Ya'ni bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Ya'ni g'azab qilgan holda ikki kishining orasida hukm qilmanglar dedilar. Shuning uchun rahbar xodimlar, vakolat egalari, odamlarning orasida hukm chiqaradigan qozilar bu odamlarga har qancha ilmli bo'lishi mumkin, tajribali bo'lishi mumkin. Lekin ana shu mansabga, kursiga o'tirayotgan vaqtida, vakolat berilayotgan vaqtida ana shu odamlarning tabiatida, ta'limida, tarbiyasida eng avvalo oliyjanoblik, bag'rikenglik, insonlar uchun himmatli bo'lish qobiliyatini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Chunki insonlarni xushlamaydigan, past ko'radigan, kibrli, o'zini shaxsiy holatlari tufayli boshqalarga ham jahl qilaveradigan odam agar vakolatga kelib qolsa, kursiga o'tirib qolsa, amal berilib qolsa, albatta u odamlarga zulm qilib qo'yadi, adolatsizlik qilishligi mumkin. Shuning uchun musulmon odamlar bu narsalardan qaytarilgan. Ayniqsa insonlarning ustidan hukm qilayotgan odamlar bu haqida juda e'tiborli bo'lish kerak. Chunki shaxsiy adovati yoki biron narsasini yoqmaganligi yoki o'zining bir oilasida bo'lib kelgan kelishmovchiliklar tufayli g'azab qilgan holatda birov bilan kelisha olmay qoldida, g'azab qilgan holda hukm chiqarib qo'ydi boshqa odamlarning ustida. Ana shu holatga Allohning huzurida hisob beradi. Endi boshqa vakolatli ishlarda ham xuddi shunday. Odamlarga beriladigan bir narsalarning ustida rahbar vakolati bor. Jahli chiqdida, g'azablandida falon mahallaga berilmasin shu narsa yoki kelish kerak bo'lgan narsani to'sib qo'ydi. Musulmon odam u ishlardan uzoq bo'lishi kerak. Chunki biz qanchalik g'azab qilganimiz bilan Allohning g'azabidan yuqori bo'la olmaydi. Chunki Abu Mas'ud roziyallohu anhu qullarini g'azablari chiqib ketdi, bir aytgan ishlarini qilmay qolganida g'azablanib ketdi, qamchi bilan shu urushga boshladi. Ya'ni jahl ustida urib ketdi. Shunda ortidan ovoz eshitildi. Ey Abu Mas'ud, ey Abu Mas'ud dedi. Ovoz tanish, lekin g'azab ustida yaxshi anglanmay qoldi va uchinchi bor ey Abu Mas'ud bilginki degandan keyin to'xtadi. Bildiki ortlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam turibdilar. Shunday qamchilar qo'lidan tushib ketdi. Sani g'azab qudratingdan Allohning g'azab qudrati yuqoriroqdir dedi. Buyukroqdir, ulug'roqdir dedilar. Shunda u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarab, "Ey Allohning rasuli, Alloh buyukdir. Men Alloh yo'lida shu qulimni ozod qildim" dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Agar ozod qilmaganingda seni jahannam parishon qilar edi. Ya'ni mana shu amaling uchun jahannamga kirishing mumkin edi" degan gapni aytdilar. Bu hazil gap emas. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida bir sahobasi bilan bo'lib o'tgan voqealik. Insonlar xususida, va u garchi qul bo'lsa ham, chunki qul ham inson. Uni ham o'zini tabiati bor, kuch-quvvati bor, qarashlari bor. Ba'zan imkoni bo'lmay qoladi. Ba'zan sharoit ko'tarmay qoladi. Ba'zan achchig'i chiqib turgan bo'ladi, itoat qilmay yoki kechiktirib qoladi bir narsa. Uning uchun har bir insondan intiqom olinavermaydi yoki adolatsizlik qilishga yo'l qo'yilmaydi. Islom ana shu insonlarning haqlarini har qancha g'azabli bo'lsa ham,
har qancha jahli chiqib turgan bo'lsa ham adolatsizlik qilishga haqqimiz yo'qligini aytib qo'yadi.